Toshkent shahridan hozir bunaqa razmerda xonadon topish juda qiyin. Rovniy 8 sotiq hoki bir yoq taraf fasadimiz 40 metr, bunaqasiga 20 metr. Yana zo'r tarafi aka uglovoy. O'rizorri lager mahallasidan shunda o'tganimizda ko'chamizning oti Navo. Mana bu hovlimizni tashqari tarafidan qarang, oka ko'ryapsizmi? Oldida ham katta bog' qilib qo'yish uchun bu yerda agarotlarimizgacha qilib qo'yilgan. Mana shu agarotimizni o'zi primerni akam aytayotdilar 4 sotiq chiqadi deb. Bu yon tarafimizni bo'lsa tupik ko'cha, u yoqda ham yangi hovlilar tushgan. Aka, quruvchi bo'lsangiz-chi, ke bitta ko'ring, bu yoqqa nechta uy chursa bo'ladi? 4 ta eng kamida 5 ta ham uy churorsiz bo'ladi. Chunki mana 40 metr bunaqasi, unaqasiga 20 metr. Bemalol oldi tarafga 4 ta, u yoq tarafiga bemalol bitta churib, o'pshi xullas 8 sotuga 5 ta chiroyli townhouse qursangiz bo'ladi. Ko'chalarimizni ko'ryapsiz. Katta bemalol 4 ta mashina qo'yib qo'ysangiz ham bir-biriga umuman xalaqit bermaydi. Bu yoq tarafdagi ham bizning yashil maydonimizni ichkariga kiradigan bo'lsak, oldi tarafdagi binoyimizning ichida o'zini 5 ta xonasi bor. Xonani sharoitlari bemalol hozirgi kunda yashasa bo'ladi. Kirganda chap qo'lda bo'lsa, ko'rayotganingizdek shunaqa bir qavatli brimankamiz ham qilingan. Yashil maydonlarga akam alohida e'tibor berib juda chiroyli qilib qo'yibdilar. Xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1 sotiqi uchun 44 mingdan so'ralyapti. Tepasida yana ozgina gaplashilinadi.